hadibam eringizga qo'ng'iroq qilmang. Qayerdasiz? Yaxshi ko'raman. Men sog'indingizmi? Sizga kerakmanmi? Nimaga? To'yib qoladi u inson sizdan. Bunday qaraydida, yana shu hozir boshim og'ritadi deb ko'tarmaydi. Nimaga? Odam shirin gapdan ham to'yadi. Odam baxtdan ham to'yadi qizlar. Shu narsani bilinglar. Nima uchun bir nimanidir ba'zida yesak yoki ba'zida qanaqadir ba'zida ko'rib qoladigan o'rtog'imizni ko'rsak, xursand bo'lib ketamiz, to'g'rimi? Ana shu narsaga odatlaning. Siz har kuni yangiroq, yangi narsa o'zingiz uchun kashf qilar ekansiz, u inson shundoq ham sizga qiziqishni boshlaydi. Siz o'ylaysiz, men uni kontrolda ushlab o'tirishim kerak. Qayerda siz nima qilyapsiz? Videocha tashlang. Kim bilan siz ko'rsating. Bu narsa sizdan tezda to'yib qolishiga, munosabatlar esa o'sha sovushiga olib keladi. Buni albatta yodingizda saqlang. Siz o'zingizni yaxshi ko'rib, samatsenkangiz balandligini birinchi belgisi o'zingizdan o'zingiz tez qo'ng'iroq qilmasligingiz kerak. Faqatgina kerak bo'lganda, zarar bo'lganda. Bu muhim qizlar.